Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar, Velcity obunachilari. Bugun sizlar bilan do'konimizga apparatlar, assortimentlar haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda ijaraga ham bor, sotib olishga ham bor, bo'lib to'lash imkoni ham bor. Qurilishga qanaqa kerak bo'ladigan apparat, texnika hammasini bizning do'konda topasizlar. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xo'p, hamma biladigan trombovka apparatimiz bor. Kuniga 330 ming so'm. Agar yana ko'p ishlatadigan bo'lsanglar, xudo xolasa kelishtirib beramiz, muammo yo'q. Pastda turgan отбойный xilma-xil. Отбойный variantlarimiz ko'p edi. Bugun ko'pchiligi chiqib ketdi. Xo'p, bunisiga keladigan bo'lsa, Craft brendida asfalt betonladi. Bemalol biz beradi. Mana mikrovan, mana Max. Bularning yana har xil turlari bor. Bo'sh, maketi shunga o'xshashlari ham bor. 100 mingdan boshlanadi, 170 minggacha ham kunlik. Soatligi ham bor bizda. Foydalanamansiz, soatda bitkazib olib kelsangiz ham bo'ladi, ishlatamansiz, kelishtirib beriladi. Hop, mapda elektropillalarimiz, arralarimiz. Hop, bezili elektriskiy variantlari bor. Yengil seplar bilan maza qilib ishlatasizlar. Kuniga 100 ming so'm sutkasi hisoblanadi. Mana bu yerda sredniy perforatorlarimiz, bular ham Maxga o'xshaydi. Bularni ham ishlatib ishlanib chiqsangiz bo'ladi. Kuniga 70 ming so'm. Mana bu divizokimiz 8 kilovat. Bemalol bitta uy ko'tarib beradi. Uni dvigatellar bilan birga kuniga 300 ming so'm ishlatadigan bo'lsangiz kelishtirib beriladi. Gazovniy kaskilka apparatimiz 130 ming so'm dvigatellar bilan. Gazoviy pushkalarimiz propan gazda beradi 150 ming so'm kuniga. Mana Wagner apparatimiz eng kattasi bu 5000 watt beradigani. Bemalol zo'r qilib beradi. Karcherga o'xshatib turbochili qilib chiroyli qilib beradi. Kuniga 300 ming so'm, 2-3 kundan oshadigan bo'lsa, skidkalar bilan hisoblab beramiz. Bu Spark apparatimiz hamma biladi, kaskalar bilan 70 ming so'm. Pushkalarimiz kichkina, xonadonlarga, kichkina kvadraturalarga zo'r. 50 mingdan 70 minggacha. Trimmer apparatimiz, bular ham o'tirishga, bu ham 130 ming so'm, soatiga 30 mingdan chiqadi. Xo'p, kompressorlarimiz 50 litrli, kattasi ham bor, 70 litrli bor. 24 litrligimiz bor. Plitka rezlarimiz, almazniy burinalarimiz 50 tali, 100 tali. Almazniy burina 250 ming, kompressor 75 ming, kichkinasi 65 ming, plitka rez 80 ming so'm. Soatiga ham bor, kesinglar yanada chiroyli qilib ishlatishingiga qarab kelishtirib beraveramiz. Bu payka apparatlarimiz 50 ming so'm. Bolgarkalarimiz 125 talikdan 230 talikgacha 50 mingdan boshlanadi, 70 minggacha. Mana shurpyorlarimiz, simli drellarimiz, dopsi, lazer, frezerlarimiz ham bor. Dachi picholkalarimiz kichkinasi, kattasi, undan kattasi. Xudo xolasa qurilishga nima apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bizda bor. Bemalol murojaat qilsanglar, o'zimiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib maslahatlar berib, ishlarni yanada tezroq bitkazib olasizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Xudo xolasa dastlabki xizmatlarimiz bor 24 ga 7. Sog' bo'linglar.